Shunaqasi ham bo'ladi. Men tavba qildim. Okamlar 500 mingga original chashka olib berdim deyaptilar. Keyin yo'g'ini bilmadim deyaptilar. Mashina jo'stki bo'lib qo'ygan, ruli ham qattiq bo'lib qo'ygan-da. Biz tekshirdik, qaradik, ko'rdik. 5 oy oldin qilgan ekanlar. Hadoylarni ma'qul. Chashgan tepasida rezinka qo'yib qo'ydi. Shunaqa ham qiladi. Men shu qanaqa noinsof odam bo'lish kerak. Chashka alishtirib, tepasidan yangi chashkani rezinka ham qo'yib qo'yadi. Maqsad nima? Jonivorni qo'yishlar. 500 mingga original chashka qo'ygan bo'lsa, o'zlari maza qilib yurminglarmi? 30 ming, 35 ming yurminglarmi? 500 minglik chashka tepasidan rezinka ham qo'yadi. O'z Cobalt haydab yuradigan okalar, mashinalarni ustida qildirayotganlar, обязательно chashka qo'ydirayotgan, qarab turinglar. Mana qo'yishmasin. Mana mashina narsani qo'yishmasin. Mana axlat bo'ladi, rostdan. Tepasidan qo'ydirmaylar. Nima ko'ra ozgina pul yig'ib turinglar-da. Jem chashka qo'ydirib yuboringlar, mana yumshoq bo'ladi, maza qilib yurasizlar. Ruli ham qattiq bo'lmaydi. Yurishlari ham yumshoq bo'ladi. Mana shuni ko'rib olinglar, skrinshot qilib olinglar. Mana shu chashkani xuddi shunaqasidan qo'ydiringlar. Maza qilib yurasizlar. Insof hammamizga o'zimizga bersin. Nima deymiz?